بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين الله ibodatlarimizni beriyo qabul aylasin, tutilayotgan ro'zalarni qabul qilsin, masjid tomon bosgan qadamlaringizga ajru azim hasanotlarni ko'paytirib bersin, gunohlarimiz kaforat aylasin. Kecha biz Moida surasidan o'qigan edik. Bugun inshaalloh karim yana Moida surasini 83-oyatidan o'qiymiz va An'om surasini ham hammasini o'qiymiz. Inshaalloh karim Alloh qodir qilganicha. Bugungi boshlanadigan oyat karima va iza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum porasdan boshlanadi. Ya'ni 83-oyatdan. Moida surasi Madinada nozil bo'lgan dedik va 120 oyatdan iborat. Bu suraning nomi ahdnomalar degan nomi ham bor. Alloh azza va jalla mu'minlarni bergan ahdlarga vafo qilishlarga taklif qiladi. Aytdik, bu surada Moida surasida Alloh taolo 16 marta ya ayyuhallazina amanu deydi. Mana shu oyatlarda qayerda ya ayyuhallazina amanu desa, biling bizga Alloh taolo xossatan ey iymon keltirganlar deb bizni zikr qiladi. Juda ko'p uchraydi, 16 marta. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, ey iymon keltirganlar deb Alloh taolo bizga xitob qilaveradi 16 marta. Endi surani davomini qarang. Qora va iza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna robbana amanna faktubna ma'ash shahidin deb boshlanadi. Vaqtiki dedi Alloh taolo. Ahli kitoblar Alloh payg'ambari Muhammad alayhisalomga nozil qilingan oyatlarni eshitganlarida qalblari titrab, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi deydi. Qarang, ahli kitoblarni ba'zilari haqiqiy kutib o'tirgan. Hali Muhammad alayhisalom ismli, Ahmad ismli oxir zamon payg'ambari chiqadi, u so'nggi payg'ambar bo'ladi deb kutib o'tiradi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan keyin eshitib juda ko'pchilik iymon keladi. Bilamiz, birinchi safar payg'ambar alayhisalom sahobalari Habashistonga qilishgan. Payg'ambar alayhisalom bormaganlar, Ja'far ibn Abi Talib, shunaqa boshqa bir yana qancha sahobalar Habashistonga borishadi. Borishganda u joyda Najoshi degan podshoh bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom boringlar, Najoshi degan podshoh juda ham yaxshi, sizlarga yomonlik qilmaydi, u joyda zulm ham ko'rilmaydi, zulm ham qilinmaydi, yaxshi joy deb jo'natib yuboradilar. Borganlarida Najoshi chaqirib turib, qani menga o'sha olib kelingan oyatlardan tilovat qilib beringchi deganda sahobalar tilovat qilib berishadi. Va u Najoshiyning atrofida bir qancha ahli kitoblar turgan bo'ladi. U oyatlarni eshitib Alloh taolo aytayaptiki, ularning ko'zlaridan yosh chiqib ketdi va aytishdiki, yaqulun, aytdilarki, robbana amanna, biz iymon keltirdik ey Robbimiz, fashhad, sen guvoh bo'lgin. Qarang, Alloh azza va jalla guvoh bo'lgin deb turib va bizni mana shunga guvohlardan yozib qo'ygin deb turib aytishadi. Alloh taologa shundoq iymon keltirib yorishadi. Ular eshitishadi, qarasa oldingi Tavrot, Injilda kelgan oyatlar, so'zlar bilan bu deyarli bitta zot tomonidan nozil qilinganini his qilishadi. Va o'sha zahoti iymon keltirishadi. Va endi aytishadiki, nimaga iymon keltirmaylik? Ahir Robbimizdan haq keldi-ku, Robbimizning oyati keldi-ku, biz iymon keltiramiz-da deb iymon keltirishadi. Va Alloh taolo aytadi: "Fa asabahumullohu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Alloh taolo ularning so'zlari sababli ularga mukofot berdi. Asaba mukofoti berdi. Nima? Jannatin tajri. Ularga jannatlarni berdi. Tajri min tahtiha al-anhar. Ostidan anhorlar oqib turuvchi jannatlarni xushxabarini ularga berib qo'ydi. Bir og'iz iymon keltirishganiga. Alloh taolo mana shunday fazli keng bo'lgan zotda. Endi kim iymon keltirsa ana shu jannatlar bor. Endi Alloh oyati davomida vallazina kafaru, kim kufr keltirsa va kazzabu bi ayatina, oyatlarimiz yolg'onga chiqarsa, ulayka ashabul jahim, ular jahannam egalaridir deydi. Endi yana Alloh taolo bizga xitob qiladi. Ya ayyuhallazina amanu deydi, ey iymon keltirganlar, la tuharrimu tayyibati ma halallohu lakum. Alloh sizlarga halol qilib bergan narsani o'zingizga o'zingiz harom qilmang. Qarang, Alloh bizga muboh qilib bergan, halol qilib bergan narsani harom deyish ham mumkin emas. Harom desa, nauzbillah min zalik, ulamolarimiz hatto dindan chiqib ketib qoladi deyshadi. Alloh halol qilgan narsalar. Nimaga deyilsa, bu joyda sahobalar ba'zilari payg'ambar alayhisalom oldiga kelib, "Ya Rasululloh, biz shu kuchli ovqatlarni yesak, go'shtlarni yesak, bizning quvvatimiz ko'payib, biz gunohga moyil bo'lib, dangasaligimiz ham oshib, ibodatga juda ham sus bo'lib ketyapmiz" deb o'zlariga o'zlari go'sht yemaymiz deb taqiqlab qo'yishibdi. Payg'ambar alayhisalom qaytarganlar, uni qilmang deganlar.
Alloh halol qilib bergan narsani o'zingizga harom qilib olmang deganlar. Endi Alloh nima deyapti oyat davomida? Va kulu mimma razaqakumulloh halalan tayyiba. Alloh halol qilib bergan narsalardan, rizqlardan yeng. Vattaqulloha allazi antum bihi mu'minun. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, Allohdan qo'rqing deydi. Undan keyin Alloh taolo bizga qasamlar to'g'rida gapiradi. Qasamlarda lag'vu ketmasligimiz, haddimizdan oshmasligimiz, u qasamlarga qiyomat kuni javob borligi, bu dunyoda ham uni kafforatlari borligi haqida gapiradi. Va yana Alloh bizga xitob qiladi. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, innamal xamr, albatta aroq, val maysir, qimor, val ansob, butsanamlar, val azlam, cho'plar bilan fol ochishlar, rijsum min amali shayton deydi. Shaytonni filosliklardan bu deyapti. Fajtanibuh, chetlaning undan. La'allakum tuflihun. Mana shu tuflihun kalimasi qayerda kelsa biling, jannatiy bo'lasiz degani. Qad aflahal mu'minun keladi. Aflah kalimasi ham xuddi shunday. Mu'minlar najot topdilar, jannatiy bo'ldilar degani. Zafar quchdilar qiyomat kuni. La'allakum tuflihun degani, shoyatki jannatiy bo'lib zafar quchsangiz qiyomat kunida. Xo'p, qanday zafar quchamiz? Mana shu 4 ta narsadan chetlaning. Aroqdan, qimordan, butsanamlardan va folbinliklardan chetlaning 4 ta narsadan. Payg'ambar alayhisolam aytganlar, kim bu dunyoda aroq ichsa-da tavba qilmasdan vafot etsa, jannatda ichmaydi deganlar. Jannatda maylar bo'ladi. U boshi la yusaddauna anha va la yunzifun. U boshi gangitmaydi ham, og'ritmaydi ham, garang qilib qo'ymaydi. Oyatda Alloh taolo voqea surasida gapiradi. Aroqdan, mast qiluvchi ichimliklardan uzoq bo'lish. Kim ichib qo'ygan bo'lsa, tez tavba qilish kerak va qaytib yaqinlashmasligi kerak. Va qimor, ayniqsa hozirgi kunda yana takrorlaymiz, Xbet va hokazo ishlar, zamonaviy qimorlar, shunaqa qimorlardan inson chetlanish kerak. Bu harob qiladi. Harob qiladi. Telefondagi qimorlar, onlayn qimorlar, o'yindagi qimorlar, har xil o'yinlar, o'shalardan chetlanish kerak bo'ladi. Akalar, ukalar, mana bu joyda yoshlar ham turibdi. Ehtiyot bo'ling. Alloh nima deyapti? Jannatga yaqinlashtirmayman agar shu bilan kelsangiz deyapti. Nimaga? U harob qiladi-da jamiyatni, tugatadi. O'shaning uchun Alloh taolo bizga rahim qilyapti. Innama yuridu ash-shaytonu ay yuqiya baynakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maysir. Ikkita sabab bilan Alloh taolo aytayapti. Ikkita sabab bilan shayton sizlarni ichingizga adovat soladi va dushmanchilik soladi. G'azab qildiradi bir-biringizga. Nima? Fil khamri wal maysir. Qimor va aroq bilan bir-biringizni tugatasiz deyapti. Bir-biringizni harob qilasiz deyapti. Buni shayton qiladi. Innama yuridu shayton deyapti. Shayton buni qiladi. Alloh bizga shuni keltirdi. Va yasuddakum an zikrillahi va anis solah. Va sizlarni namozdan to'sadi deyapti. Ichgan odam namoz o'qiy olmaydi. Qimorga mukkasidan ketgan odam namoz o'qiy olmaydi. Ibodatda halovati ham bo'lmaydi. Faqatgina miyasi qimor olsa, bersa, ursa, u yoqdagi sekin donni uzun tishab qo'yadi, bitta yutqizadi, ikkita yutqizadi, uchta yutqizadi, oxiri keyin hammasini tortib oladi. U bechora yutyapman, oxiri bitta kattani yutaman deb butun uyini, mol dunyosini sotadi. Alloh aytayapti, sizlarni namozdan, zikrdan to'sadi, sizlarni ibodatdan to'sadi. Fahal antum muntahun, to'xtarsiz endi deydi. Qarang, to'xtarsiz balki ichmassiz, balki qimor o'ynamassiz, balki endi ibodatda mustahkam bo'larsiz deb oyat tushirdi. Mana shu 3-bosqichdagi oyat bo'ladi, aroq haqida, qimor haqida. Alloh taolo bosqichma-bosqich 3 ta oyat tushiradi, buni bilan nuqta qo'yadi. Bo'ldi, to'xtang deydi. Umar roziyallohu anhu mana shu oyat nozil bo'lganda to'xtadik ey Robbim deydilar. To'xtadik biz, bo'ldi. Endi ichilmaydi, qimor ham o'ynalmaydi deb Umar roziyallohu anhu mana shu so'zni aytganlar. Alloh azza va jalla u oyatlardan keyin bizga juda ko'p narsalarni o'rgatadi va bizga hajdagi ihrom paytidagi ovliklarni ovlamasligimizni ham aytadi. Bilamiz-a, ihrom paytida ovlash mumkin emas. Ihrom kiygan odam bitta qushni, hatto chumolni, nimadir ovlashi mumkin emas. Alloh taolo bizga bu quruqlikdagi narsalarni ihrom paytida ovlashlikni man qilgan. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus soyda va antum hurum. Ihromli paytingizda ovlarni ovlamang degan. Nimaga? Hikmatini Alloh biladi. Agar kimki ovlasa bir jonliq nima? Qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Hatto ovchiga ichki bu yoqqa qarab ketdi, kiyik bu yoqqa qarab ketdi deb ishora qilgan odam ham jinoyatchi hisoblanadi ihromda. Ishora qilish ham mumkin emas, so'kinish mumkin emas, haqorat mumkin emas, umuman u joyda ozor mumkin emas, cho'p sindirish ham mumkin emas. O'sha joyi Alloh taolo Baytul Harom dedi-da, ana. Masjidul Harom dedi. Ihrom ham o'sha, hammasini ma'nosi harom qilingan. Nima? Gunohlar, ma'siyatlar, ozorlar, jinoyatlar harom qilingan. Endi boringda mehmonxonada tortishayotganlarni ko'rasiz.
va mumkin emas so'kinish u joyda. Bir-birini Alloh saqlasin tilga olishga inson or qiladigan so'zlar bilan so'kadi. U Madinada turibdi, Rasulullohning yo'llarida turibdi u. Haramda turibdi. Nauzubillah, Alloh taolo quvib qo'yayotgani oldingi qavmlar ham shunaqa haddidan oshib ketganda. Alloh bergan haddidan oshib $100, $200 pulga bir-birini sharmanda qilib tashyapti ko'cha bo'yida. Butun insoniyatga sharmanda qilib tashyapti. U joyda sharmanda qilgani mayli, u joyda mana bu tilga kelayotgan so'z bu Allohning oldida juda ham bir katta gunoh kabira bo'ladi. Allohdan qo'rqaylik. U joyda hokisor bo'lishimiz kerak. Alloh nasib qildimi umraga, Alloh nasib qildimi hajga, hokisorlik bilan borib, hokisorlik bilan qaytib kelish kerak. U joyda borib to'palan qilish, baqir-chaqir qilish, menga grechka beribdi, menga kuchli osh bersin deb turib, u joyga ovqatlangani borilmaydi. Mana o'zimizda million toshxona bor-ku, har bitta ikkita ishini bittasi oshxona hisoblanyapti hozir ko'chada. Shuncha oshxona bor, to'yib ovqatlanib keting, 15 kun parhez qilib, Allohga qurbat qilib qaytib keling, Alloh sizdan xursand bo'lsin. U joyga ovqat qani, suv qani, 8 ta ovqat to'plab olib, to'dalab, olib kelib olib, ozginasini ham qolganini axlatga tashlab yuborish. Nauzubillah, isrof. Innalloha la yuhibbul musrifin degan. Alloh isrof qiluvchi qavmlarni yomon ko'radi degan. Biz haddimizdan oshib ketganimiz uchun Alloh taolo ne'matni cho'zib qo'yapti. Ertaga bitta tortib qo'ysa, deb boshimizni urganimizga arzimaydi. Mana biz Alloh qanaqa tarbiya qilyapti. Bitta oyatda butun hayotimiz tarbiya qilib qo'yapti. U joyda Alloh bizga hamma narsani taqiqlab qo'ygan. Nimaga? O'sha joyda ma'siyat qilmang, o'sha joyda gunoh qilmang, u joyda jinoyat qilmang. Ayniqsa ihromdalik paytingizda hech narsa mumkin emas sizlarga. Hokisor bo'ling. Allohdan so'rang, gunoh kechirishini so'rang Allohdan. U joyga borib Ka'baga qarab, ey Alloh, shuncha gunoh qilib keldim. Bu joyda gunohlar kechirilar ekan. Bu joyda duolar ijobat bo'lar ekan. Bu joyda nima so'rasa berar ekansan. Meni kechir deyish kerak. Kimni duo qilyapti? Nauzubillah min zalik. O'zingizni duo qiling. Gunohlarni kechirishini so'rab duo qiling. Astoydil duo qiling. Haddimizdan oshmaylik. Haddimizdan oshsak Alloh taolo ko'rib turibdi. U narsalarni Alloh taolo davomiy qilib qo'ymagan. O'shanga biz o'zimizni chegaramizni ham bilishimiz kerak. Alloh taolo bizga odob namunasini shundoq ko'rsatib qo'ydi, undan tashqariga chiqib ketmasligimiz kerak. U joyda bir rakatga 100,000 rakat. Shunaqami? Haram oldida, Ka'ba atrofida bir rakat namoz o'qisangiz 100,000 rakat savobini olasiz. Bitta istig'for 100,000 ta istig'for savobi. Bitta salovat 100,000 ta salovat. Mehmonxonaga o'tib olib, konditsionerga qo'yib olib, qachon ketamiz? Shu to'rburchak qora narsani ko'rgani keldikmi deydiganlar bor, nauzubillah min zalik. Bozordan kelmaydiganlar bor. Samolyot sotib oladi katta. Qayoqqa olib ketadi u samolyotni? Katta kamas sotib oladi, katta portret sotib oladi, kiyim, material, tilla, bujderi sotib oladi. Nima qilinadi? O'sha joyga borayotgan tovarlar hammasi o'sha Xitoydan boradi. Bu yoqqa ham o'sha keladi. O'shancha narsani ko'tarib kelishdan ma'no nima? Mayli ixlos qilib bitta ikkita narsa, lekin aeroportda xodimlar ko'tara olmaydigan katta-katta chamadonlarda narsa olib kelinadi. U joy Dubay yoki bir Xitoy yoki bir boshqa joy mol tashib keladigan, Malayziya, ro'mol tashib keladigan joylar emas-ku. U joyda ibodat qilib astodil tavba qilib kelinadigan joy. O'shanga harakat qilishimiz kerak. Dunyoni o'sha joyda unutaylik hech bo'lmasa. 10 kunga, 15 kunga dunyoni unutib, gunohlarni o'sha joyga to'kib, ey Alloh kechir deb qaytib kelish kerak. Nima qilinyapti? O'shanga Alloh aytayapti, o'sha joy hurmatini qiling. Ja'alallohul Ka'batal baytal haroma qiyaman lin-nasi vash-shahrul haroma wal hadi wal qala'id. Oyatlarni qarang. Alloh Ka'bani deyapti. Ja'alallohul Ka'ba deyapti. Ka'bani u joyda eng ko'rkam insonlar uchun qoyim qilib qo'ygan narsadir. Hurmatini qiling. Sha'airalloh, Allohning ishoralaridan hurmatini qiling deyapti Alloh. O'rgansak oyatlar juda ko'p buning ichida. Moida surasini 3 varaq qoldi, 4 varaq qoldi. Lekin shuncha ma'lumot turibdi buning ichida. Alloh azza va jalla bizga shularni ta'lim beradi va bizni taqvo qilishga buyuradi. Allohdan qo'rqishga buyuradi. Va oyatni davomida Alloh taolo bizga bir qissani gapiradi. O'sha Moida surasi nimaga Moida ekanini oxirida gapiradi Moida surasini. 2 bora Moida degan kalima ishlagan Moida surasida. Iso alayhisalomga Bani Isroil kelib turib, Robbingga duo qil. Alloh taolo buni oyatda keltiradi. Iz qala al-havariyuna ya Isa ibn Maryam. Havoriylar kelishdida, ey Iso ibn Maryam deyishdi. Mana shu jumlalarda Iso ibn Maryamni ismlari ko'p ishlatiladi. Biling, o'sha ism ishlatilayotganda Iso ibn Maryam haqlarida gap ketadi. Ular kelishdida havoriylar, ya Isa ibn Maryam, ey Iso ibn Maryam.
Hal yastati'u robbuka ay yunazzila alayna ma'idatan minas sama? Sani Robbing bizga osmondan dasturxon tushira oladimi? Shunaqa dasturxon bo'lsinki, ichida non bo'lsin, baliq bo'lsin, uni ichida turli xil go'shtlar bo'lsin, yasatilgan dasturxon tushirsin. Qarang, haddidan oshish qarang. Bizni ham kam joyimiz yo'q. Ibodatga borib olib turib, bizga go'sht kiysin, osh kiysin, bizga tovuq kiysin, bizga barbekyu kiysin, bizga albak kiysin, bizga u kiysin, sovusi bilan kiysin deyish. Qarang, nauzubillahi min zalik. Ularga ham Alloh taolo ibodat taklif qilyapti. U Bani Isroil nima deyapti? Bizga osmondan bir dasturxon tushsin, ichida non bo'lsin, go'sht bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin. Shunda Iso alayhisalom aytdilar: "Qolat taqulloha va antum mu'minun." Ha, iymon keltirgan bo'lsangiz Allohdan qo'rqing, bunaqa haddingizdan oshmang dedilar. Alloh taolo yer osmonni yaratdi, nahotki kichkinagina dasturxon tushira olmaydimi? Bunaqa haddingizdan oshib ketmang. Allohga taqvo qiling, qo'rqing deyaptilar. Bu bizga tegishli. Biz uchun ham aytilgan gaplar bor bu joyda. Allohdan qo'rqing, taqvo qiling, haddingizdan oshib ketmang. Ibodat qilinadigan joyda haddimiz, chegaramizni bilishimiz kerak. Iso alayhisalom havoriylarga gapiryaptilar. U hozirgacha bizga Qur'onda aytilib kelinyapti. Ular nima deyishdi? Qalu nuridu an na'kula minha. Biz undan yeyish xohlaymiz-da. Qarang, va tatma'inna qulubuna. Qalbimiz seni payg'ambarligingga bir ishonch hosil qilsin-da. Va na'lama an qad sadaqtana. Seni bir tasdiq qilaylik-da biz. Va nakuna alayha minash shahidin. Keyin biz senga guvohlik beramiz, dasturxonni ko'rib turib Allohga ham guvohlik beramiz borligiga. Qarang, haddidan oshishi. Oldin Musa alayhisalomga arinalloh, bizga bir Allohni ko'rsat deyishdi. Bular endi kelib turib dasturxonni yozib ber bizga deyishyapti. Ularga Alloh qancha imkoniyat, komfort qilib bergani sari haddidan oshib ketyapti. Bizga ham tanish holat emasmi? Komfort bo'lgani sari 5 soatda samolyotda boriladi, 5 soatda qaytib kelinadi. Konditsionerlar avtobusda ishlayotgan, tuyalar yo'q, 6 oylab yurish yo'q, u joyda qiynalish yo'q. Minolar hammasi konditsionerlar tashalgan. Masjidlar hammasi konditsioner, qiyinchilik yo'q, hammasi bor. Sekin haddidan oshib boshlanyapti-da. Qarang, Ka'bani oldida o'zi uchun duo qilish o'rniga Allohga haddidan oshib, bizga bu ham kerak emas, mana buni bundoq qilib keyin biz bundoq bo'laylik deb turib haddidan oshib ketyapti. O'shanga Alloh ko'rib turibdi, bitta tortadi. O'shanga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Keyin Iso alayhisalom Allohga duo qiladilar. Qola Isa ibn Maryam. Iso ibn Maryam Allohga qarab aytdi: Allohumma, ey Allohim, Robbana, ey Robbimiz, anzil alayna ma'idatan minas sama. Shu odamlarni gapini eshitding. Endi bizga osmondan bir dasturxon nozil qilgin. U shunday dasturxon bo'lsinki, bizga, bizdan avvalgilarga va bizdan keyin keladiganlarga mo'jiza bo'lsin bu. Eshitsin ular, hammasi bu dasturxonni eshitsin. Mana eshitib o'tiribmiz. Duo ketganda, mana dasturxon haqida eshitib o'tiribmiz. Va u sendan bir mo'jiza bo'lsinki, sen bizni varzuqna, rizqlantirgin. O'sha dasturxon bilan. Va anta xoyrur roziqin. Sen rizq biluvchilarning eng yaxshisisan. Alloh taolo aytadi: Qolalloh inni munazziluha alaykum. Sizlarga nozil qilaveraman. Agar kimda kim bundan keyin kufr keltirsa, dasturxonni tushirganimizdan keyin ham inkor qilsa, ovqatimizni yeb turib inkor qiladigan bo'lsa, Allohning javobini qarang. Biz shunaqa azob beramizki, oldin unaqa azobni hech kimga bermaganmiz. Va ular kufr keltirishdi, Alloh ularni cho'chqa va maymunlarga aylantirib yubordi. Mana o'shanga haddan oshmaslik kerak. Alloh ummati Muhammadiyani unaqa balo bilan balolamaydi, lekin oxiratga olib qo'ygan bo'lsa yomon bo'ladi. O'shanga bir qo'rqishimiz kerak. Haddimizdan oshmasligimiz kerak. Ibodat hokisonlik bilan bajarishimiz kerak. Iso alayhisalomga Alloh taolo yana aytadi: "Va iz qolalloh ya Isa ibn Maryam, ey Iso ibn Maryam dedi Alloh. A anta qulta lin-nasi ittakhizuni va ummi ilahayn min dunillah." Allohni qo'yib, meni va onam Maryamni xudo qilib oling deganmiding odamlarga? Iso alayhisalom nima deydilar? Qola subhanak, ey Robbim, sen poksan, men unaqa demaganman. Men u gapni gapirmaganman. In kuntu qultuhu faqad alimta. Agar gapirganimda sen buni bilarding-ku. Bu odamlar shunaqa ilohiylashtirib yoryapti meni deb turib aytdilar. Buni qiyomat kuni Alloh taolo hujjat qiladi ularga. Alloh azza va jalla qarang, kimni so'roq qilyapti? Oddiy qilib aytganda ular Xudo deb bilgan insonni so'roq qilyapti. Alloh so'roq qilyapti. Demak, o'sha kuni hammani so'roq qilar ekan, payg'ambarlarni ham so'rar ekan ummat haqida. Demak, biz insonlar bu so'roqqa chiroyli holatda tayyor bo'lib borishimiz kerak. Endi oyat davom etadi-da, oxirida bir jumla keladi. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar:
Bir kuni kechasi tursam payg'ambar alayhissalom bir oyat takrorlayverdilar, yig'layverdilar, soqollari hol bo'lib ketdi. Bir oyatni bomdodgacha o'qiganlar payg'ambar alayhissalom. Takrorlab bir oyatni o'zini bomdodgacha tilovat qilganlar. O'sha oyat Moida surasining oxirida keladi. 118-oyat. Payg'ambar alayhissalom oyatni o'qidilar. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ey Alloh, agar bu bandalarni azoblasang, seni bandalaring azoblayver. Duoni qarang. Agar bu insonlarni azoblayman desang, azoblayver, bandalaring hech narsa qila olmaymiz. Va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Agar va in taghfir lahum ularni kechirsang, sen o'zing aziz va hakimsan. Bu Iso alayhissalom duolari edi. Moida surasida kelgan. O'shancha qilmishlardan keyin, cho'chqa maymunlarga ular aylanganlardan keyin Iso alayhissalom Allohga duo qildilar. In tu'azzibuhum, agar ularni azoblasang, fa innahum ibaduk. Ular seni bandalaring, azoblayver, aralashmayman. Qarang, payg'ambar chekkiga chiqyapti. O'shancha ish qilib ketgandan keyin u insonlar. Va in taghfir lahum, agar ularni kechiradigan bo'lsang, fa innaka antal azizul hakim. Sen aziz, hammadan buyuksan. Hakim, hammasini hikmatli qilasan. Nima qilibdi endi, kechirib olsang, kechirib ola qol. Payg'ambar alayhisalom o'qiyverib yig'layverdilar. Ummatimchi dedilar-da. Ularni shu darajada Alloh taolo xor qiyordi. Meni ummatim uni azoplamasmikin deb yig'laganlar. Rasululloh tinmay bomdodgacha o'qib yig'laganlar. Bu sahih hadis. Imom Termiziyda keladi. Imom Termiziy rivoyat qiladilar. Rasululloh tinmay bomdodgacha bitta oyat o'qisalar, ya. Biz hozir 200 ta 300 ta oyat o'qiyapmiz, ichimizga kirib-kirmay, chiqib ketmay, yana oshxonaga borib, yana ovqatlanib, yana qorin to'ydirib, yana PlayStationga kirib, yana kompyuterda Counter Strike o'ynab, u qilib, nimadirlar qilib o'tkazib yuryapmiz. Rasululloh kechalari biz uchun yig'laganlar. Mana farqimiz. Alloh azza va jalla oyatni davomida aytadi. Agar bular chiroyli holatda yashashsa, siddiq bo'lishsa, rostgo'y bo'lishsa, Alloh azza va jalla lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Abadiy qoluvchi jannatlarni beradi ular uchun. Radiyallohu anhum, ular rostgo'y bo'lishsa, Alloh ulardan rozi bo'ldi. Va radu anhu, qilgan ishlari, yaxshi amallari uchun Allohdan ular ham rozi bo'ladilar. Bu esa eng katta yutuq. Yutuq deganda mashinani nazarda tutmang. Yutuq deganda uy qurishni, baland uchastkalarni nazarda tutmang. Yutuq deganda eng qimmat brend kiyim kiyishlarni nazarda tutmang. Yutuq deganda jannatga birinchi qadam kirib olish yutuq. Qolgani hammasi qolib ketadi chekkada. Alloh bizga ana shunday o'rgatyapti. Lillahi mulkus samawati val ard. Osmoni yerning mulki Allohniki. Va ma fihin, orasidagi hamma narsa Allohniki. Va huva ala kulli shay'in qodir deb oyat sura tugaydi. 120 oyat. U hamma narsaga qodir. Keyin An'om surasidan ham Alloh taolo gapiradi. An'om surasi 165 oyat. Endi bugun ozgina bir 5 daqiqa cho'zamiz endi. An'om surasi 165 oyat. Ba'zi bir ulamolar Madinada nozil bo'lgan deyshadi, ba'zilar Makka da nozil bo'lgan deyshadi. An'om degani chorva hayvonlar degani. Mata'allakum va li'an'amikum deb keladi. Sizlarga va chorvalaringizga chiroyli ozuqa bo'lsin deb osmonni, yerni, tog'i, o't-o'lanni yaratib qo'ydik, suvlarni chiqarib qo'ydik deydi boshqa oyatlarda. An'om degan chorva hayvonlar. Nimaga? Ichida chorva hayvonlar haqida Alloh taolo so'z yuritadi. Insonlarni shu hatto qo'y ichkilarni yarata olmaysizlarki, hatto nima qilasiz katta ketib deydi. Oddiy hayvon pashshalarni yarata olmaysiz degan ma'noda Alloh taolo bizni o'zimiz mot qildirib qo'yadi. Alloh taolo bu surada, An'om surasida boshida alhamdulillahillazi xalaqas samawati val ard va ja'ala az-zulumati wan nur, zulmatlarni nurni yaratgan, yer osmonni yaratgan Allohga hamd bo'lsin deb boshlaydi. Surani shunday boshlanadi, ichida aqidalar ketadi, ichida shariat ahkomlari ketadi, oxirat haqida gap ketadi, payg'ambarlar haqida gap ketadi. Va bu kalimalar Allohning kalimalari tamomiy bo'ldi. Uni hech kim o'zgartira olmaydi deb Alloh taolo gapiradi. Va tammat kalimatu robbika sidqan va adla. Robbingizning kalimasi rost bo'ldi va tamomila mukammal bo'ldi. La mubaddila li kalimatillah. Allohning kalimasini qiyomatgacha hech kim o'zgartira olmaydi. Mana degani ham o'zgartira olmaydi. Alloh oyat tushirib qo'ydi. U kalima endi qiyomatgacha o'zgarmaydi Qur'on. Alloh shunday nozil qildi. Va bu sura karimada Ibrohim alayhisalom haqlarida gapiradi. Ibrohim otasiga qarab, Ozorga qarab, "Ey ota, shu ilohlarni, but sanam toshlarni o'zingga iloh qilib oldingmi? Hamma sizni qavmingizni o'zingizni adashgan holatda ko'ryapman. Bo'ldi qilinglar, but sanamga sig'inmanglar." deganlarda ular haydab chiqarishdi. Ibrohim alayhisalom manjiliqqa solib olovga otishdi. U Anbiyo surasida keladi. Ibrohim alayhisalom o'zlari Allohni birligini topishlarini qarang.
Tashqariga chiqdilar, aylandilar, ro'a kavkaba, yulduzlarni ko'rib, haza robbi, shu men Robbim bo'lsa kerak dedilar. Bu qissani eshitganmiz. Yulduzni ko'radilarda, shu men Robbim bo'lsa kerak, nur sochib turibdi. Falamma afal, yo'g'ib ketgandan keyin qola inni la uhibbul afilin, men yo'q bo'luvchilarni yomon ko'raman. Alloh yo'q bo'lmasligi kerak. Qarang, yetib borish qarang Allohga. Keyin yana chiqdilar. Ro'al qamar, oyni ko'rdilar. Haza robbi. Shu Robbim bo'lsa kerak dedilar. U undan kattaroq ekan. Keyin oy ham kunduz yo'qolib qoldi. Bu ham yo'qolar ekan-ku. Alloh yo'qolib qolmasligi kerak. Meni Allohim unaqa bo'lmasligi kerak. Buni ham yomon ko'rdim men. Keyin chiqdilarda ro'ash-shams, quyosh ko'rdilar. Bazigo. U nur sochib turibdi. Ko'rdilar haza akbar. Bu hammasidan katta ekan quyosh. Yulduzdan, oydan katta ekan. Shu men Robbim bo'lsa kerak. U ham yo'qolgandan keyin yo'q, endi meni Robbim o'zi to'g'ri yo'lga boshlashi kerak deb, to'g'ri yo'lni sekin-sekin topib ketdilar. Mana shu joyda bir hikmat bor. Inson harakat qilish kerak. Namozga kelish kerak, masjidga kelish kerak, taqvo qilish kerak, keyin Alloh taolo o'zini eshiklarini ochib qo'yadi. Ibrohim alayhisalom qidirdilar, hamma yoq qidirib, oxiri Allohning huzuriga bordilar. Bu surada Alloh azza va jalla payg'ambarlar ismlarini gapiradi, juda ko'p. Alloh taolo narfa'u darajati man nasha, xohlagan insonlarimiz darajasini ko'taramiz deb payg'ambarlarning ismini bitta-bitta zikr qiladi. Va wahabna lahu Ishoq va Yaqub, Ibrohimga Ishoq va Yaqublarni berdik deydi. Kullan hadayna, hammalarni hidoyat qildik deydi. Va Nuhan hadayna min qabl, oldin Nuhni ham hidoyat qilganmiz deydi. Undan keyin Yusuf, Musa, Harun deb Alloh zikr qiladi. Ismoil, Ilyasa, Sulaymon deb Davud deb zikr qiladi Alloh. Va min abaihim va zurriyatihim va ikhwanihim va ijtabaynahum va hadaynahum ila siratil mustaqim. Ularni, Ibrohim alayhisalomning ota-bobolarini, Ibrohim alayhisalomning zurriyotlarini, payg'ambarlarning zurriyotlarini va aka-ukalarini hammasini biz hidoyat qildik deydi Alloh. Biz ularni tanlab oldik payg'ambar qilib. Biz ularni to'g'ri yo'lga solib qo'ydik. Keyin oxirida qul inna solati, ayting ey Muhammad alayhisalom. Albatta namozlarim va nusuki, ibodatlarim va mahya, tirikligim va mamati, o'ligim lillahi robbil alamin. Olamlarning Robbi Allohnikidir. Namozim, ibodatlarim, o'ligim ham, tirigim ham olamlarning Robbi Allohnikidir deb sekin sura o'z nihoyasiga yetadi. Bu An'om surasi 165 oyatdan iborat. Ichida juda ko'p mavzu edi. Vaqtimiz qisqa. Alloh taolo o'zi qabul aylasin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka va atubu ilayk.